Bugün bir Xorazmcha obzor qilib beradi pritsepimiz, zakaz pritsepimizni 5 metrlik pritsepimiz. Pritsep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Farish shahrida. Uzunligi 5 metr, eni 2 metr. Balonlar 15lik balonlar qo'yilgan, balonlar toza zo'r balonlardan qo'yilgan. Resorlari ham o'ta baquvvatindan qo'yilgan. Pritsepimiz tonna yukka bo'lganlarga 3,5-4 tonna bassam bo'laveradi. Juda baquvvat qilib tayyorlangan. Mana pritsepimizni yon tomoni 2 bo'lak bo'lib ochiladi. Mana kuzatib qarasizlar, hurmatli yurtdoshlar. Bir like'larni bosib, obuna bo'lib kuzatsak, nur ustuna e'lon nur oladi, hurmatli yurtdoshlar. Bu oz mehnat bilan bo'lgani yo'q. 5 kunda 5 metrlik pritsepimiz 5 kunda tayyor bo'ldi mana. 5 kunda tayyor bo'ldi. Bir like'larni arzidaman pritsep ko'rsatlar. Bemalol. Pritsep haqida qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Mana bu yerda mana 3 dona pritsepimiz bor. Bu 260 zakaz pritsep, ana ular ko'chaga sotuvi. 3 dona pritsepimizdan beri Xudo xolasa 2 kunda tayyor bo'lib qoladi. Hurmatli yurtdoshlar, like bosing, boy bo'ling deb qolamiz. Pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz.